ليث صبور ريح الشهادة. İstibdol ya'ni alishtirib qo'yish degani. Qur'onda bu istibdol, tabdil, ibdol ko'rinishlarda kelgan. Hammasi bir-biriga yaqin ma'noda almashtirib qo'yish ya'ni. Aslida bu so'zlarda hammasini o'ziga badala so'zidan olingan. Badal degani bir narsani o'rniga tushishi degani. Evoz ya'ni. Shuning uchun mana nahv fanida badal degan bir istiloh bor. Bir so'z boshqa so'zdan badal bo'lib keladi, ya'ni evoz bo'ladi deyiladi. Alloh azza jalla bir odamni o'rniga boshqani evoz qilib qo'yadi. Ana shu istibdol deyiladi, almashtiradi ya'ni. Qur'onda Alloh o'zining fe'li tarzida 13 marta zikr qildi buni. Birinchisi Niso surasining 56-oyatida. Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Albatta bizning oyatlarimizga kofir bo'lgan kishilar biz ularni jahannamda yondiramiz hali. Har qachon ularning terilari pishib qolgach, biz ularga boshqa terilarni almashtirib beramiz azobni tatishliklari uchun deydi. Mana bu yerda jahannamiylarda terisini almashtirib turish fe'li zikr qilinyapti. Baddalnahum juludan ghayraha. Chunki insonning sizga a'zosi terisida-da. Teri agar yonib ketsa, keyin u yoqda hech narsani sezmaydi. Ular jahannam azobini qattiqroq sezib turishligi uchun boshqa terilarni yana almashtirib berib turamiz ularga deyapti. Liyadhuqul azab, azobni totib turishlari uchun. Mana bugun kalta kesaklarni qarasang, dumi uzilib tushgandan keyin yana dumi o'sishni boshlaydi. Dengizda shu dengiz kalta kesagini topishibdi. Oppoq, shunaqangi pesga o'xshagan mahluq. U faqat dumi emas, qo'l oyoqlarini kesib tashlasang ham o'sib ketaverar ekan keyin yangidan. Mana shu narsada shu Alloh jahannamiylar haqida aytgan narsani misolini ko'rasan. Har qachon u yonib ketaveradi, bu yoqdan unga o'stirib, yangitadan almashtirib beraveradi Alloh terilarini. O'lim yo'q. Ikkinchisi A'rof surasining 95-oyatida "Summa baddalna makana sayyi'atil hasana." So'ngra biz yomonlik o'rniga yaxshilikni almashtirdik deydi. Ya'ni masalan bir odamlarni Alloh qiyinchilik bilan sinaydi, qahatchilik, ocharchilik va hokazo. Keyin shuni o'rniga ofiyat bilan sinaydi. To'kin sochillik, mo'lko'llik bilan. Ana shu haqida gapirilyapti. Biz yomonlikni o'rniga yaxshilikni almashtirdik, hatto afa ular tuzalib ketdilar. Ya'ni eshigi loydan o'tgandek ishi bitib, Allohni unutib yordilar keyin deydi. Kimnidir yomonlik musibati buzadi, sinovi. Kimnidir yaxshilik imtihoni buzadi. Shuning uchun Alloh har bir insonni ikkisi bilan ham sinaydi. Mana bulukum bisharri wal khayri fitna. Yomonlik va yaxshilik bilan fitna qilib sizlarni biz sinaymiz degan. Ya'ni imtihon qilib. Ana shu yomonlikni o'rniga yaxshilikni almashtirdik deganning ma'nosi. Imtihonni o'rniga boshqa badaliga imtihon olib keldik degani. Uchinchisi Tavba surasining 39-oyatida illa tanfiru yu'adibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an. Agar Alloh yo'lida qo'zg'almasanglar, sizlarni alamlik azob bilan azoblaydi. Va sizlardan boshqa qavmni almashtirib qo'yadi va unga sizlar hech bir zarar bera olmaysizlar deydi. Ya'ni mana bir kishi dinga xizmat qilmasa, Alloh unga muhtoj emas. U aslida dinga muhtoj, din ham unga muhtoj emas. Alloh uni almashtirib qo'yadi, ya'ni unga xizmat qiladigan avlodni olib keladi. Istibdol bo'ladi inson. U maydondan chiqib ketadi ya'ni. Mana shuni tahdid qilgan. 4-chisi Nahl surasining 101-oyatida "Va idza baddalna ayatan makana aya wallohu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun." Va agar biz bir oyatning o'rniga boshqa oyatni almashtirsak, vaholanki Alloh o'zi yaxshi bilib turuvchidir nimani nozil qilayotganini. Ular deydilarki, sen to'quvchisan. Balki ularning aksari bilmaydilar deydi. Ya'ni oyat o'rniga oyat almashtirish gapirilyapti bu yerda. Nasx deyiladi. Buni nasx fe'lida ham o'tdik. Alloh bir oyatni Qur'ondan o'chirishni buyuradi. O'rniga boshqa oyat tushiradi. Bunaqa oyatlar ko'p. Nasx mavzusida gapirdik. O'shanda Alloh o'zi bilib turibdi-ku, nimani tushiryapti, nimani o'chiryapti. Ba'zi johillar nima deydi? Sen to'qiyapsan deydi. Ana kecha unday deganding, bugun bunday deyapsan. Kechagi gaping, bugun gapingga to'g'ri kelmay qolgani uchun kechagisini o'chirib yording. Sen to'qiysan ana shunaqa o'zingdan deb tuhmat qiladi. Balki ularning aksari bilmaydi deyapti Alloh. Ya'ni u o'sha kechaga loyiq oyat edi. Bo'ldi, bugun uning vazifasi tugadi. Bugunga loyiq oyat kerak. Alloh o'zi yaxshi biladi-ku nimani tushirayotganini. Masalan 9-sinf programmasi
Nima birinchi sinf programmasi xato deganimi? Yo'q. Bu undan-da takomillashgan ko'rinishi degani. Birinchi sinfimizdagi xato ekan degani emas bu. Ana shunday Alloh a'lam, Alloh o'zi yaxshi biladi deyapti nimani nozil qilayotganini. Oyat o'rniga oyat almashtirilishi bu eskisi xato ekan degani emas bu. 5-si Kaf surasining 81-oyatida Musa va Xizr alayhisalom qissalarida fa'aradna ayyubdilahuma robbuhuma khayran minhu zakatan va aqraba ruhma. Xizr bir bolani o'ldirgan nima uchun? Chunki aytdiki, biz istadikki u bolaning ota-onasiga Robbisi ularga undan yaxshisini, pokizarog'ini va undan yaxshi silay rahim qiladiganini bersin dedik. Ya'ni u tirik qolsa nonko'r bola bo'lardi, kofir bola bo'lardi, ota-onasiga ozor bo'lardi. Boshqa bandalarga ham. Shuning uchun Alloh o'sha ota-onaga undan yaxshisini almashtirib berishni istadi. Mana bu yerda farzand istibdoli haqida gap ketyapti demak. Birini olib, o'rniga boshqasini beradi Alloh. 6-si Nur surasining 55-oyatida Va'dallohu allazina amanu minkum va amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim va la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Alloh sizlardan iymon keltirib solih amal qilgan kishilarga va'da berdi, yerda ularni xalifa qilishni. Ulardan oldingilarni xalifa qilgandek va ularga o'zi rozi bo'lgan dinlarini tamkin berishni va ularni xavflaridan keyin omonlikka aylantirib berishni va'da qildi deydi. Mana bu yerda muhitni o'zgartirib berishlikni Alloh va'da qilyapti. Liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, xavfdan keyin omonlik berishini. Mustad'af bechoralikdan keyin o'rniga buni tamkin berishlikni va'da qilyapti. 7-si Furqon surasining 70-oyatida keladi. Illa man taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyi'atihim hasanat. Kimda kim tavba qilsa, iymon keltirsa va solih amallarni qilsa, Alloh o'shalarning yomonliklarini hasanatga aylantirib beradi deydi. Mana bu yerda amalni almashtirib berishlik gapirilyapti. Agar inson kufrdan, shirkdan tavba qilib, iymon keltirib, solih amal qilsa, uni yomon amalini hatto Alloh yaxshi amalga aylantirib berar ekan. Amal istibdoli deyiladi buni. 8-si Muhammad surasining 38-oyatida Va in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Alloh nafaqaga chaqirgan. Agar bosh tortsanglar deydi, sizlardan boshqa qavmlarni almashtirib qo'yadi, so'ngra sizlarga o'xshagan bo'lmaydi ular. Bu boylarga tahdid qilingan. Agar Alloh yo'liga xizmatdan bosh tortsa, Alloh boshqasini olib keladi. Bu ham dindagi istibdol deyiladi. 9-si Voqea surasining 61-oyatida Ala an nubaddila amsalakum va nunshiakum fi ma la ta'lamun. Biz sizlarni misllilarni almashtirib qo'yishga, sizlar bilmagan narsalarda sizlarni paydo qilishga qodirmiz deydi. Bu qiyomat haqida kelgan. Ya'ni masalan biz o'lib ketsak, chirib ketsak qanday tirilamiz deydi-ku ba'zilar. Alloh aytayaptiki, shu jasadingning badalini Alloh yaratib qo'yadi. Sen bilmagan holingda seni paydo qiladi. Ya'ni mana sen onangning qorindaligingda o'zingni bu dunyoga kelayotganingni bilib turganmisan? Yo'q. Xuddi ana shunday qabrda turgan holingda, sen bu dunyoga chiqishingni bilmay turgan holingda nunshiakum fi ma la ta'lamun degan. Sizlar bilmaydigan narsalar holatinglarda sizlarni paydo qilamiz. Biz uninglarga, ana shu jasadinglarga jasad almashtiramiz degan. Bu qiyomatda ya'ni. 10-si Tahrim surasining 5-oyatida Asa robbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Ajabaski Robbisi u payg'ambarni agar u payg'ambar sizlarni taloq qilib yuborsa, unga sizlardan yaxshi ayollarni, juftlarni qilib almashtirib berishligi mumkin. Muslima, mu'mina, itoatgo'y, tavba qiluvchi, obida, sayohat qiluvchi muhojira, juvon va bokiralarni almashtirib berishi mumkin. Ya'ni bu ummul mu'mininlarning istibdoli bilan tahdid qilingan. Agar ular payg'ambarimizga shunaqa rashk qilib u kishini ranjitaversalar, Alloh tahdid qilyaptiki, u kishi sizlarni taloq qilib yuborsa agar, qarang, demak Alloh go'yoki payg'ambarning ra'yiga qarab turibdi-da. Shuning uchun ham Oysha onamiz aytganlar-ku, Robbingiz sizni muhabbatingizga, ya'ni sizni yaxshi ko'rgan narsaga shoshiladi deganlar Rasulullohga. Sizni havoyingizga Robbingiz shoshiladi deganlar Oysha onamiz. Ya'ni Alloh shuning uchun payg'ambarga aytayaptiki, ayollariga, shu payg'ambar sizlar taloq qilib yuborsami debdi. Sizlardan yaxshisini Alloh u payg'ambarga almashtirib beradi. Hatto ummul mu'mininlarga istibdol tahdidini qilgan.
muslima, mu'mina, itoatgo'y, tavba qiluvchi, obida ayollar, hijrat qilgan sayha ayollar, juvon, bokira ayollar beradi deyapti. 11-si Qalam surasining 32-oyatida. Asa robbuna ayyubdilana khayran minha. Bu bog' egalarining qissasida kelgan qizg'anchiqlik qilib bog'larini, mevalarini kambag'allarga berishdan qizg'anishganda Alloh ularni bog'iga o't qo'yib yubordi. Kelib ular bog'larini taniy olmay qoldilar. Keyin o'shanda baribir iymonlari bo'lgan duo qilishganki, shoyat endi Robbimiz bizga undan yaxshisini almashtirib bersa, o'sha bog'imizdan da yaxshi bog'ni bersa deb duo qilishgan. Mana bu yerda makonni istibdol qilishi Alloh, yo'qolgan narsani o'rniga boshqasini berishligi gapirilyapti. 12-si Ma'orij surasining 41-oyatida ala an nubaddila khayran minhum. Biz ulardan yaxshisini almashtirib qo'yishga qodirmiz deydi. Ya'ni bu yerda ham insonlarni istibdol qilish gapirilgan. O'rniga Alloh sendan yaxshi odamlarni olib kelib qo'yadi, senga qarab qo'ygan joyi yo'q. 13-si Inson surasining 28-oyatida nahnu xalaqnahum va shaddadna asrahum va idha shi'na badalna amsalahum tabdila. Biz ularni yaratdik va ularni mustahkamladik. Jasadlarini, qomatlarini mustahkamladik. Agar istasak biz ularni o'rniga, ularni mislida almashtirib qo'ya olamiz deydi. Ya'ni insonni Alloh yaratgan, xohlasa boshqa maxluq olib keladi o'rniga. Va xuddi shunday qiyomatda ham, bu qiyomat haqida kelgan ma'nosi ham bor. Qiyomatda ham shuni o'rniga Alloh yangi jasadni olib keladi. Maqsad mana shu 13 ta o'rinda Allohni ibdol, tabdil, istibdol fe'llari gapirildi. Almashtirib qo'yishligi. Endi buni borliqdagi ta'siriga qaraymiz. Borliqda bo'ladigan har qanday o'zgarish Allohni almashtirishligidan. Masalan, yoz o'rniga qishni olib keladi. Bu sunan deyiladi. Ne'mat o'rniga balon olib keladi. Balon o'rniga ne'mat olib keladi. Mana yuqorida aytdik, oyatda keldi, baddalna makana sayyi'atil hasana. Yomonlikni o'rniga hasanat olib keldik deydi. Ya'ni bir qarasang ocharchilik, qahatchilik, bir qarasang mulkul yog'ingarchilik va ko'kalamzor hamma joy. Alloh ana shunda istibdol qilib turadi fasllarda va muhitlarda. Bu qonunlarda Allohni almashtirishdan boshqa almashtiruvchi yo'q. Shuning uchun Alloh aytadi: "La tabdila li kalimatillah." Allohning kalimalarini tabdil qilish yo'q. "Va la mubaddila li kalimatillah" deydi. Allohning kalimalarini mubaddil, ya'ni o'zgartiruvchi yo'q. Hech kimsa kelib faslni o'zgartira olmaydi. Kelinglar shu yildan boshlab yoz faslini yo'q qilamiz deb bo'ladimi? Yo'q. Alloh shu yoz fasli bo'lsin degan bo'ldi, hech kim o'zgartira olmaydi. Va tammat kalimatu robbika sidqan va adlan la mubaddila li kalimati. Robbingning kalimalari sodiqlik va adolatlilik jihatdan tamom bo'lgan, uni kalimalarini o'zgartiruvchi yo'q deydi. Ya'ni xabarlari sodiq Allohning. Va hukmlari adolatlik. Shariatida ham, koinotida ham Allohning kalimalari tamomiy bo'lgan, uni o'zgartiruvchi yo'q. Mana shuning uchun qarang, bugun arab diyorlarini boylik ko'p. Lekin shuncha boylik bo'lishiga qaramasdan atmosferani o'zgartirish olmaydi. Dubay shuncha mol davlati bilan faxrlanadi qarang. Lekin borib ko'ring, yonib yotibdi, hamma joy qaynayapti, o'sha atmosferani o'zgartirish olmaydi. To'g'ri, endi tor doirada bu yoqda ventilyatorlar, sovutgichlar o'rnatib harakat qilib nimadir temperaturani pasaytirishga urinishadi, lekin baribir faslni almashtirish olmaydi. Chunki la mubaddila li kalimati. Allohning kalimalarini o'zgartira oluvchi yo'q. Yoki sahrolarni ko'kalamzor qilib yuborish olmaydi. Qancha harakat qilyapti. Baribir ko'kalamzorlashtirib o'rganligi yo'q. Tor doirada qila olsa ham. Buni muqobilda muzlagan diyorlarni qarang. Masalan, ruslar yoki Amerikadagi muzlagan diyorlar, Grenlandiya orolini qarang. O'sha yerda muzlarni eritib issiq o'lkaga aylantirib yuborish olmaydi. Aylantiraman desa ham buni qilish olmaydi, chunki buni zararini o'zlari ham biladi. Agar bunaqa narsaga urinishsa butun dunyoni suv bosadi, muzlar erib. Mana shu la mubaddala li kalimati deganining tasdig'ida Allohning kalimalarini o'zgartira oluvchi yo'q. Endi insondagi ta'siriga qarasak. Birinchidan insonning istibdolida ko'rinadi bu. Istibdolda ham turi ko'p endi. Masalan, insoniyat yaralgandan boshlab qarasang, o'z insoniyat istibdol bo'lyapti. Ya'ni bir avlod keladi, ketadi, o'rniga boshqa avlod keladi. Agar o'sha ketgan avlodlar ketmaganda biz hozir kelmagan bo'lardik. Istibdol bilan yashaymiz biz. O'zi qonuniyatimiz insoniyatda shu. Masalan, ota-bobolarimiz o'lmasa bizga kun yo'q bu dunyoda. Hamma ota-bobosi o'lganda yig'laydi, to'g'rimi? Ha. Lekin shuni bilginki, o'sha ota-bobolaring o'lganining evaziga sen yashayapsan aslida. Chunki aks holda
u yoqdan zurriyot kelaversa, bu yoqdan eskilar qolaversa, buncha odam qayerga sig'adi? Buncha odam nima ish qiladi? Buncha odam qanday yashaydi? Qayerga uy-joy soladi? Masalan, qarasang, bir ota-onadan keyin farzandlar o'sha ota-onaning uyini 2 ga 3 ga bo'lib olishgan, meros qilib, mol davlatini bo'lib olishgan, ishini, bu vazifasini olgan. O'lmasa endi tasavvur qil, nima bo'ladi? Shuning uchun bir xalifa yonidagi vaziriga aytganda, hayot qanday go'zal, shu tugallanmasa agar degan. Tugab qoladi-da. Endi podshoh odamning hayoti maishat-ku. Qanday zo'r deb xursand bo'lyapti-da, lekin tugaydi-da bir kun, bilyapti shuni. Shu tugashi yomon-da degan. Ana shunda haligi yonidagi vazir hakim kishi aytganki, o'sha hayotni tugashi uni bizga shirin qilib yetkazdi-da, ey xalifa degan. Ya'ni agar hayot tugamasa shirinligi, oldingilar ham mazza ekan deb o'tiraverardi. Hozir sen xalifa bo'larmiding? Podshoh o'lmasa podshohlikni beradimi ayting? Yo'q. Hech qachon podshoh odam o'zicha podshohlikni bermaydi. O'lib qutulinadi unda. Demak, bizga o'sha yetib kelishligi podshohlikni nimadan? U eski podshoh o'lgandan. Biz ham endi o'lmaylik deb turaversak, biz zurriyotlarimizga ham yetmaydi u. Har qanday narsa ana shunday istibdol bilan boshqaga yetib boradi. Imperiyalarni qara. Bir paytlar Rum imperiyasi bor edi, yo'q bo'ldi. Fors imperiyasi bor edi, yo'q bo'ldi. Arablarga o'tdi bu. Yer yuzini boshqaruvi. Arablar ham dinga amal qilmay qo'yganda Alloh aytganda yastabdil qawman g'ayrakum. Sizlardan boshqa qavmni almashtirib qo'yadi deganda, arablardan forslarga o'tdi. Mana tarix darslarida aytib berdik. Buvayhiylar, boshqa qancha fors hukmronlari keldi. Ular ham o'zidan ketib qolganda turklarga o'tdi. Ayyubiylar, Saljuqiylar, Zinkiylar, Usmoniylar, ulardan Mamlukiylar, ular ham yaramay qolganda ulardan ketdi yana. Yana Alloh biladi kimlarga beradi bu dinini. Ehtimol bir Xitoylikka ham musulmon bo'lsa, bir inglizga ham musulmon bo'lsa, bu dinini Alloh ana shunday beraveradi, istibdol qiladi. Va in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum degan ana shu, bosh tortsanglar sizlardan boshqa qavmni istibdol qilib qo'yadi. O'zi dinga xizmat qiladiganlarni olib kelaveradi. Bu dunyo hammadan qoladi deydi-ku ana shu. Va insoniyatdagi holatlarni istibdol qilib turadi. Mana Bani Isroilning holatini qara. Qullikdan shohlikka ko'tarilishgan. Va la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna deganining tasdig'ida xavfidan keyin omonlikka almashtirib beradi. Bani Isroil qanaqa qo'rqib yashardi? Firavun zulmi ostida. Endi ular shu darajaga omonlikka yetdiki, vaqti kelib o'zlari Firavun bo'lib ketdi. Mana haligacha Bani Isroil Firavundek. Sahobalarni qara, qanday qo'rqib, xavfda, xatarda yashashardi. 10 yil, 15 yil o'tmadi. Ular Rum va Forsni yiqitib dunyoning boshqaruvchisi bo'lib ketdi. Min ba'di khawfihim amna, xavflardan keyin Alloh qanday omonlikni almashtirib berdi ularga. Hozir ham buni ko'rasan. Tolibon jamoatini qara. Terrorist tog'i toshda yashirinib yurardi. Endi samolyot vertolyotda yuribdi. Xavfidan keyin Alloh qanday omonlikni berdi ko'rdingmi? Yoki Shomdagi jihodiy jamoatlarni qara. Yuzini ko'rsatishga qo'rqib, ular ham yonboshidan video tasvir chiqarardi. Hozirgi Amir Jo'loniy ham hattoki. Endi qarasang, ular dunyodagi eng katta tog'utlar bilan ko'rishib yuribdi. Bir paytlar butun dunyoda qidiruvda edi. Mana shundan bilasanki, bu holati hukmi nimaligidan qat'iy nazar. Bu yerda biz Allohning qonunini gapiryapmiz, odamlarning hukmini emas. Ana shu Allohning istibdolini ko'rsatmoqchiman senga. U odam nima bo'lishidan qat'iy nazar hukmi, ya'ni. Ana shu istibdol deyiladi, holat istibdoli. Ya'ni xavfdan keyin Alloh ana shunday omonlik berish holati. Endi uni shartini amal qilmaslik ularning vazifasi. Ya budundan ila yushrikun bi shay'a. Alloh aytgan, menga ibodat qilasizlar, menga hech bir narsani shirk qilmasdan degan. Ammo bu holat istibdoli bo'ldi, bu odamga endi istibdol bo'lmaydi degani emas. Shuning uchun shu oyatning davomida holatini istibdol qilib bergach, xavfdan omonlikka chiqarib, davomida aytganki, "Va man kafara ba'da zalik fa ulaykumul fasiqun." Kim shundan keyin ham kofir bo'lsa, nonko'rlik qilsa, ana shu ne'matga, ana shular fosiqlardir degan. Ya'ni bu yetdi degani, bo'ldi degani emas ekan. Endi boshlandi degani. Shuning uchun endi holat o'zgarishligidan inson o'zgarishligiga ham o'tib ketishligi mumkin bu yo'q. Avval Alloh holatini o'zgartirib berib, keyin bu inson bu holatda shukronasini qilmasa, unga kufrona qilsa, u insonni o'zini ham o'zgartirib qo'yadi Alloh. Bunga boshqa odamni olib keladi. Ana shuning uchun aytdi, illa tanfiru yu'adibkum azaban alima va yastabdil qawman ghayrakum.
Agar qo'zg'almasanglar Alloh yo'lda, alamlik azob bilan azoblaydi, sizlardan boshqa qavmni o'rninglarga olib kelib qo'yadi degan. Wala tadruhu shay'a, sizlar Allohga hech bir narsani zarar bera olmaysizlar. Buni jihodda ham ko'rasan. Bir toifa jihod jamoati chiqib, ma'lum vaqt jihod qilsa-da keyin o'tiraversa, bo'ldi. Yangi jamoat chiqib keladi. Da'vatda ham ko'rasan. Bir da'vatchi otilib chiqsa-da, keyin bo'ldi deb o'tiraversa, jon kuydirib xizmat qilmasa, ko'rasan pastdan boshqa yangi avlod chiqib kelgan bo'ladi. Bu odam qolib ketadi. Sezmay qoladi hattoki, shu bir pasda shunday zamon o'tib ketadi, qarasa yangi avlod kelgan, da'vatda ham, jihodda ham uni yiqitadigan, o'rniga uni o'tiradigan avlod kelgan. Masalan, boksda bir paytlar Muhammad Ali boksda qiroli edi. Hamma narsa istibdol bo'lar ekan-da, mana qarang. Shu qarib qolgandan keyin qaltirab qoldi-ku, bir urib yiqitib, uni shunday xorlab tashashdi. O'rniga keyin boshqalari chiqdi. Tayson chiqdi, uni shogirdi. Uni ham yiqitib qaraganda qaltirab qolgan paytda yiqitib yer bilan bitta qilishdi. O'rniga boshqalari chiqdi. Ana shu hatto odamlarda shu o'yinida hatto istibdolni ko'ryapsanmi demoqchiman. Bu katta diniy masalalarda endi batariqalo istibdol bor. Sen bir zaman hamma urib yiqitadigan bo'lgan bo'lsang, bo'ldi, sen endi hamma zaman shunaqa bo'lasan degani emas. Davring o'tsa agar amal qilmasang, jihoddami, da'vatdami, har qanday sohada Alloh o'rniga boshqani olib kelib qo'yaveradi. Hatto oilada dedik shuning uchun. Mana yuqorida oyatni o'qidik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollariga Alloh tahdid qildi. Ana shu rashk deb turib bog'xonada bir-biri bilan urushaversa, janjal qilaversa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ozor beraversa, taloq qivorsalar dedi. Sizlardan yaxshi almashtirib beradi. Hozir ayollar shunaqa paytda aytadi-ku, "Ha, biz eskiribmiz-da. Bo'ldi, biz davrimiz tugapti-da endi. Yangisini xohlab qopti-da, yoshini xohlab qopti-da" deydi masalan. Bu yoshini xohlab qolish boshqa erkakning ra'yigagina qarab turmaydi. Agar bir erkak masalan dinga xizmat qiladigan odam qarang. Uni yonida xotini o'tirib erta-yu kech ishi fikri ana shu dedi bo'lib qolsa, dinga xizmatni unutib qo'ygan. Ishi fikri ana shu rashk, kuyunchoqlik, alamzadalik. Bu erkak xohlamasligidan qat'iy nazar Alloh istibdol qilib qo'yadi. Yangi yetishib chiqayotgan avlodlardan tahdid qilgandek ummul mu'mininlarga. Ana shulardan Alloh xizmat qiladiganini olib keladi yonda uni. Bu uni xizmatini qilmasa, unga yordam berishni o'rniga xalaqit berib o'tirsa yonida, ozor berib o'tirsa, uni g'amini olishni o'rniga qo'shimcha g'am bo'lib o'tirsa unga, bo'ldi, Alloh istibdol qiladi. Bu eskirib qolgandan emas, ana shu eskirib qolgandan emas deyishlik uchun ham Alloh o'sha oyatda ummul mu'minlarga birinchi o'rinda bokiralarni beradi demagan payg'ambarimizga. Bokiralarni eng oxirgi o'ringa qo'ygan. Birinchi o'rinda nima sifatlarni zikr qilgan? Muslimat, mu'minat, qonitat, itoatlik mana. Itoatsizlik qilib janjal qiladigan emas. Taibat, tavba qiluvchi, ya'ni o'zi kechirim so'raydi, mendan o'tdi deydi. Sayihat, muhojira, kutib turibdi qancha hijrat qilaman deganlar. Ana shulardan birini olib kelib beraman degan. Sayyibat, juvon deb birinchi juvonni zikr qilib, keyin oxirida abkaro, bokirani zikr qilgan. Ya'ni bu ayol eskirib qopti, juvon bo'lib, endi shu bokirasini xohlab qopti degan his kelmasligi uchun. Nabiy sollallohu alayhi vasallam quruq bokiraligi uchun uylanmasdilar ayollarni. Bor yo'q bitta ayolga uylandilar, bokira ayolga, Oysha onamizga. Lekin istibdol bor. U istibdol hech kimsani ayamaydi, hatto ummul mu'minin bo'lsa ham Alloh tahdid qildi, lekin alhamdulillah ummul mu'minlar ular tezda o'zlarini to'g'rilab olishdi. Tavba qilishdi ular, Rasulullohni tanlashdi, u kishiga qaytib bunaqa narsalar qilishmadi, shu bilan yonlarida qoldi. Endi boshqalarga hech kim kafolat bera olmaydi. Ular ham imtihon qilinadi albatta, sinov qilinadi. Erkak maydonda istibdol bilan sinov qilinganidek, ayol uni yonida ana shu erga yaroqlilik bilan yoki yaroqli emasligi bilan sinalib istibdol qilinadi. Hatto farzandda istibdol bor. Yuqorida aytdik, Xizr bir bolani o'ldirgan nima uchun? O'sha ota-onaga noloyiq, noqobil farzand bo'ldi o'sha. Va bo'lar edi. Ana shuning uchun Alloh uni o'ldirishga buyurdi, o'rniga boshqa bola berishlikni istadi. Shuningdek, agar sen ofiyat holatida bo'lsang, to'kin sochillikda buni shukronasini qilmay to'qlikka sho'xlik qilsang, bu holatingni qiyinchilik holatiga Alloh istibdol qilib qo'yadi. Saba qavmi haqida Qur'onda Saba surasi bor, buni tafsirida batafsil gapirdik. Ularga Alloh shunday bir mulkulchilik bergandi, ular nonko'rlik qilgan. Fa'aradu fa'arsalna alayhim saylal aram. Ular yuz o'girgandan keyin saylal arim katta selni jo'natdik biz ularga degan. Va baddannahum bi jannatayhim jannatayni.
ularning ikkita bog'i bor edi, ikki bog'larni o'rniga boshqa bog'da almashtirib qo'ydik. U bog' shunday bog'ki, zavatay ukulin hamd. Misvok daraxtidan iborat. Ya'ni mevasi yo'q, misvok daraxti, cho'p va qayrag'och mevalari. Va shay'in min sidrin qalil. Ozgina bir sidrga o'xshagan daraxtlar. Mulkul mevalardan ana shunaqangi qayrag'och, buta, chakalakzor shunaqangi bog'ga aylantirib qo'ydi bog'larni Alloh. Shuningdek, Allohning xilqatini o'zgartirish yo'q. La tabdila li xalqillah degan. Allohning xalqini o'zgartirish iloji yo'q. Ya'ni shuningdan bir odamdan Alloh agar pagana qilib yaratgan bo'lsa, qarasang, hech kimsa uni uzun qila olmaydi. Alloh bir odamni uzun qilib yaratgan bo'lsa, hech kimsa uni pagana qila olmaydi. Ana shu la tabdila li xalqillah degan Allohning xalqini o'zgartiruvchi yo'q. Shuningdek, dinini inson, har bir inson fitratda tug'iladi. Ota-onasi uni yahudi, nasroniy yoki majusiy qiladi. Shuning uchun yosh bola hali fitrat buzilmaganda qarasang, o'zi haqiqatni bilib turadi. O'nlab yeb o'qib, diplomlar olgan bilmaydigan insonlar biladigan haqiqatni bilib turadi. Bilmaydigan haqiqatni shu yosh bola bilib turadi fitratidan. Endi shariatdagi ta'siriga qarasak, birinchidan shariatdagi Allohning kalomini o'zgartirish yo'q. Mana 1400 yildan beri hech kimsa Qur'onni o'zgartira olganligi yo'q. Chunki Alloh la tabdila li kalimatillah degan. Allohning kalimalarini o'zgartirish yo'q. Ikkinchidan, agar kim dinini o'zgartirsa, uni o'ldirishga buyurilgan. Man baddala dinahu faqtuluh. Kim dinini o'zgartirsa, uni o'ldiringlar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Uchinchidan, shariatga amal qilish holatlar o'zgarishligining sababi qilingan. Ya'ni agar amal qilsang, ofiyatga o'zgaradi holating. Amal qilmasang, baloga o'zgaradi. Alloh aytadi: "Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallohi kufra va ahallu qawmahum darul bawar." Ko'rmaysizmi, Allohning ne'matini kufrga o'zgartirganlar va qavmini halokat diyoriga tushirganlarni deydi. Ya'ni balo bilan kufr bog'lanyapti qarang. Ofiyat bilan iymon bog'lanyapti. Agar balodan chiqib ofiyatga o'zgarishni istasang, kufrdan chiqib iymonga o'zgar. Yaxshiga yaxshi, yomonga yomon bu. To'rtinchidan, shariatda ba'zi oyatlar o'rniga ba'zi oyatlar kelishi mumkin. Mavzu avvalda oyatni o'qidik. Va idza baddalna ayatan makana aya. Bir oyat o'rniga boshqa oyatni tabdil qilsak deb gapirdi Alloh. Demak, oyat o'rniga oyat bu albatta Qur'on tushayotgan zamonda tabdil bo'ladi. Hozir emas. Endi qiyomatdagi ta'siriga qarasak. Alloh aytadi, qiyomatda yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. U kunda yer boshqa yerga, samovatlar boshqa osmonga almashtiriladi deydi. Ya'ni o'zga sayyorada mahshar maydoni bo'ladi. Ikkinchidan, insonlar jasadlari o'zga jasadga kiradi. Bu hozirgi jasadimiz emas bu. Yuqorida oyatlarda o'qidik buni. Ala an nubaddila amsalakum, shu sizlarning mislilardek boshqasini almashtiramiz dedi. Uchinchidan, kofirlarga Alloh terilarini almashtirib beradi. Bu haqidagi oyatlarda ham o'qidik yuqorida. Baddalnahum juludan g'ayraha, boshqa terilar beramiz. To'rtinchidan, mu'minlarga yomonliklarini yaxshilikka aylantirib beradi Alloh. Ulayku badilloh sayyiatihim hasanat degan. Yomonliklarini hasanatga almashtirib beradi. Beshinchidan, Alloh huzurida keyin oxiri so'z o'zgarmaydi. Ma yubaddalul qawlu lay, bu jahannamiylarga. Mening huzurimda so'z o'zgarmaydi deydi. Ya'ni inson kofir bo'lib jahannamga kirsa, bu so'z o'zgarmaydi. U yerdan chiqish yo'q. Va ma ana bizallamin lil abid, men bandalarga zulm qiluvchi ham emasman degan Alloh. Endi bu fe'ldan nasibalar. Birinchisi istibdoldan qo'rqish. Xotirjam bo'lmaslik. Sen maydonga kirding degani chiqmaysan degani emas. G'ofil bo'lib qolgan holatingda o'rningga boshqa odam kelib xizmat qilayotgan bo'lishi mumkin. Ishlagan odam tishlaydi degandek bu yo'lda ham xizmat qilgan odam turadi. Mashinada katta tezlikda ketayotgan kishi agar bir lahza mashinaga e'tibor qilmasa, haligi yo'ldan chiqib ketganiga o'xshab, bu maydonga chiqqan kishi ham ana shunday. Bir lahza g'ofil qolsa, yo'ldan chiqib ketadi. Ilmdami, da'vatdami, jihoddami, xotinlikdami, farzanddami, hamma narsada buni yuqorida misollarini aytdik. Ba'zan bir xotinmi erini qadrlamasa, o'rniga boshqa xotin kelib qolgandek, ba'zilarda aksi bo'ladi. Bir erkak xotinini qadrlamasa, qarasa bir kun o'sha xotinni boshqa xotinni bo'lib yurgan bo'ladi. Agar bir solih ayol bo'lsa-da, u erkak uni qadrlamagan. Bo'ldi, istibdol bo'ladi. Alloh uni olib sendan yaxshi erkakka beradi. Mana Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollarini qara. Sofiya onamiz Yahudiydi xotini edi. U urib ko'zini ko'kartirgan edi. Bir zolim edi. Alloh shunday oldida payg'ambarimizga berdi. Hozir ham shunaqa bo'ladi.
Agar qo'lingda bir solih ayoling bo'lsa, qadrlamasang, bir uxlab tursang, qarasang, yoningda yo'q, kimdir xotinni bo'lib yurgan bo'ladi, ertaga kuyasan, yonasan, endi o'rniga tushmaydi. Shuning uchun inson bir-biriga loyiq bo'lishga harakat qilish kerak, yo'qotishni istamasa. Istibdoldan qo'rqish kerak. Hatto farzandda ham dedik, bir ota-onalar bor, farzandidan kuygan. Buni muqobilda qarasang, bir farzandlar bor, ota-onasidan kuygan. Ana shunda qarasang, ana u farzandidan kuyganlar o'zimni o'g'limdan ko'p yaxshi ko'raman deydi bir insonni ko'rsatib. Bular ham xuddi shunday, ota-onasidan kuyganlar, ota-onamdan yaxshi hurmat qilaman deydi unisini ko'rsatib. Mana bu istibdol bu, garchi endi u nasab o'zgarmasa-da, lekin bir-biriga hurmat, ehtiromi jihatidan. Ikkinchidan, Allohning dinini tabdil qilmaslik, o'zgartirmaslik kerak. Alloh mu'minlarni madh qilib aytadi: "Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadallohu alayh." Mu'minlardan shunday kishilar borki, Allohga bergan ahdida sodiq bo'ldilar. Ulardan ba'zilar ishini bitirib ketdi bu dunyodan va ba'zilari kutyapti, va ma baddalu tabdila, uni hech qanaqa o'zgartirmadilar deydi. Ya'ni podshohlar ra'yiga moslamadilar dinni. O'shanga muvofiq fatvolar chiqarmadilar. Bu zolimlarning sifati. Alloh aytgan: "Fabaddalallazina zalamu qawlan ghayrallazi qila lahum." Zolimlar ularga aytilgan so'zni boshqasiga o'zgartiradilar deydi. Ya'ni saroy mullalar Alloh aytgan so'zni u kimdir ra'yiga moslab beradigan. Zolimlik degan Alloh buni. Mushriklar payg'ambarimizga ham shuni taklif qilardi. Alloh aytadi: "Va idza tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala allazina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'anin ghayra hada aw baddil qul ma yakun li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Agar ularga bizning oyatlarimiz ochiq oyatlar tilovat qilinsa, bizga yo'liqishni umid qilmaydigan kimsalar aytadilarki, bizga bundan boshqa Qur'on keltir yoki o'zgartir buningni deydi. Ayting, men uni o'zim nafsimdan o'zgartirishim mumkin emas. Ya'ni mana shu to'g'ri kelmadi-da deydi-ku. Hozir diniy ma'lumotlar, diniy kitob yozasizmi? Imom yoki minbarga chiqib bir ma'lumot yozib chiqib xutba qiladimi? Allohning kalomi va rasulining kalomi ana o'tirgan katakonlarning ra'yidan o'tish kerak ekan. Ular o'qib ko'radi-da, yo mana shu joyini o'zgartiring, bu joyi to'g'ri kelmaydi deydi, gapirmayman buni. Mana shu joyini yozmang kitobingizga, bu to'g'ri kelmaydi siyosatimizga deydi. Ayni ana shu ish Alloh aytgan mushriklardagi narsani o'zi. Shu joy yoqmayapti menga, bu Qur'oningdan boshqa Qur'onni olib kel yoki o'zgartir deydi. Buni hatto Rasululloh qila olmas ekan, sen kimsan? Alloh aytayaptiki, "Qul ayting o'shanaqalarga. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi." Men o'z nafsimdan buni o'zgartirishligim mumkin emas. In attabi'u illa ma yuha ilay. Men faqat menga vahiy qilinayotgan narsaga ergashaman, xolos. Inni akhafu in asaytu robbi azaba yawmin azim. Men qo'rqaman deng, agar Robbimga osiy bo'lsam buyuk kunning azobidan. Isyon bu demak Allohga. Buyuk kunning azobi bor buni muqobilida, Allohning dinini tabdil qilish. Ma'ruza nimaligini bilmaydiganlar yozib beradimi? O'shalar uni tahlil qilib beradimi? Qayerni o'zgartirish, qayerni o'zgartirmaslik kerakligini. Payg'ambarimizga hatto Alloh bunga ruxsat bermayapti. Uchinchidan, yomonliklarni yaxshilikka almashtirish kerak. Yuqorida oyatni o'qidik. Illa man zalam thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni g'afurur rahim. Kim zolim bo'lsa-da, so'ng yomonlikdan keyin yaxshilikni almashtirsa, men mag'firat qiluvchi rahimliman degan Alloh. Ya'ni masalan shu paytgacha sen nima qilib yashasang yashapsan, bo'ldi, o'tgan ishga salovat. Bugundan boshlab hayotingni o'zgartir. Zulm qilgan bo'lsang, endi haqlarni ber. Adolat qil. Yomonlik qilgan bo'lsang, endi yaxshiliklar qil. G'iybat qilgan bo'lsang, endi o'sha g'iybat qilgan odamlaringni maqta. O'g'irlik qilgan bo'lsang, endi sadaqa qil. Har qanday ish, avval Allohning yo'lidan odamlar to'sgan bo'lsang, endi Allohning yo'liga chaqir. Ana shu baddala husnan ba'da su' deyiladi. Yomonliklardan keyin yaxshilikni almashtirganlar Alloh shularni kechiradi, rahmat qiladi. 4-nasiba, iymonni kufrga, hidoyatni zalolatga almashma. Past narsalarga, qadrli, qiymatli narsalarga almashma. Alloh aytadi Bani Isroil haqida: "Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr." Sizlar shu past narsalarni shunday yaxshi narsaga almashasizlarmi degan. "Wa man yubaddil ni'matallohi min ba'di ma ja'athu fa innalloha shadidul iqob." Kim Allohning ne'mati unga kelgandan keyin uni o'zgartirsa, Allohning iqobi qattiq. Ya'ni, masalan, iymon keldi senga. Endi o'shandan keyin kufr hayotini istab yursang,
Ba'zilar borki mana musulmon o'lkada yashaydi-da, kufr o'lkalarida orzu qilib yuradi. Ana shu Allohning ne'matini kelgandan keyin o'zgartirish degani. Ilm ichida yurib, keyin dunyoparast bo'lishlikni orzu qilib yuradi. Bu Allohning ne'matini o'zgartirishlikni istash degani. Wa man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa as-sabil. Kim kufrni iymonga alishsa, u to'g'ri yo'ldan adashibdi degan. Wa la tatabaddalul khabisa bit tayyib. Iflosni pokka aralashmanglar degan. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa liz-zalimin badala. Iblisni va uning zurriyotini o'zingizlarga do'st tutasizlarmi meni qo'yib? Holbuki u sizlarga dushman-ku. Bu zolimlarga naqadar yomon almashishdir degan. Ya'ni Alloh do'stman deb turibdi. Do'stni qo'yib dushmaningni o'zingga do'st tutasanmi? Bu zolimlarga naqadar yomon almashtirib. Inson ajablanishi mumkin. Qanday qilib odam iblisni va uning zurriyotini do'st tutadi, Allohni qo'yib, Alloh do'sti bo'lib turgan holatida. Buni tushunmoqchi bo'lsang bugun taxtga o'tirgan kishilarga qara. Taxtga o'tirgan odam o'zi sezmagan holda mana shu oyatda aytilgan narsani qiladi. Shu paytgacha uni do'sti bo'lib yurgan mo'min birodarlarini qamaydi. Nima uchun? Taxti unga qolishi va taxti unga qolishi uchun ana kofirlar qo'ygan shartlar uchun. Ya'ni ular kofirlar shart qo'yadi. Sen taxtda o'tirmoqchi bo'lsang, men ularni yo'qot terrorchilarni deydi. U taxtidan keyin qo'rqadi-da, o'sha birodarlarini, do'stlarini o'ziga dushman qiladi. Dushmanlarni esa o'ziga do'st tutadi. Bi'sa liz-zalimin badala, mana shunday aytiladi-da, bu zolimlarga naqadar yomon badal bu. Xabisni toyibga almashish bu. 5-nasiba. Ahd misoqlarni o'zgartirmaslik. Masalan, vasiyat haqida Alloh aytgan. Sizga bir kishi bir narsani vasiyat qilib yozib qoldirdi. Ana shuni o'zgartirmay ado qiling. Faman baddalahu ba'da ma sami'a fa innama ithmuhu 'ala allazina yubaddiluna. Kim shu vasiyatni eshitgandan keyin o'zgartirsa, uning gunohi o'zgartiradiganlarga deydi. Ya'ni har qanday birovdan siz bir narsani olgan bo'lsangiz, kelishuvlar bor, qog'ozvaroq yozuv-chizuv, o'shani o'zgartirmang. 6-si munkarlarni o'zgartirish kerak, zolimlarga yoqmasa ham. Firavun Musa alayhisalom haqida aytardi: "Inni akhafu ay yubaddila dinakum." Men qo'rqyapman bu Musa sizlarni dininglarni o'zgartirishdan. Demak, Musa alayhisalom Misrda dinini o'zgartirishga harakat qilganlar. Ana shuni aytayapmiz, zolimlarga, tog'utlarga yoqmasa ham odamlarning munkarini o'zgartirish kerak. 7-si Allohning sunnatini o'zgarmasligini tushunish kerak. Ya'ni har qachon zolim mag'lub bo'ladi. Zolim jazosini oladi. Har qachon haq g'alaba qiladi. Bunga o'xshagan Allohning sunnatlari ko'p. Shuning uchun Qur'onda ko'p oyatlarda Alloh aytadi: "Va lan tajida sunnatillahi tabdila." Allohning sunnatini tabdil qilinishini topolmaysan. "Va lan tajida sunnatillahi tahwila." Allohning sunnatini o'zgartirilishini topmaysan deydi. Endi duo masalasi. Yuqorida bir oyatni o'qidik. Bog' egalari bog'lar yonib ketgan paytda duo qilishgan. Asa robbuna ayyubdilana khayran minha. Inna ila robbina rag'ibun. Shoyat Robbimiz bizga undan yaxshisini evaz qilib bersa, biz Robbimizga rag'bat qilamiz deyishgan. Demak, sen qo'lingdan nima ketsa agar mana shu duoni qil. Erkak xotindan ajraladimi? Xotin eridanmi? Farzandingdan judo bo'lasanmi? Molingdan judo bo'lasanmi? Nimadan ayrilsang ham mana shu duo. Asa robbuna ayyubdilana khayran minha. Shoyat Robbimiz bizga undan yaxshisini almashtirib bersa. Aslida bu o'sha istirjo duosida ham shu ma'no bor. Inna lillahi inna ilayhi rojiun. Allohumma ajurni fi musibati va akhlif li khayran minha. Musibatimdan menga ajr bergin va menga undan o'sha yaxshisini evaz qilib bergin. Bu ham o'sha ma'noda.